Amerika başçılıqidagi bir qism g'arb davlatlari BDT kishilik huquq kengashining Uyg'urlar haqidagi dokladida bayon qilingan vahshiyliklari qarata mustaqil tekshirish ilib berish barmaslik va Uyg'urlar masalasini maxsus muzokara qilish to'g'risida BDTga bir taklif loyiha sungan edi. Hamda 6 oktyabr kuni BDT kishilik huquq kengashiga a'zo 47 davlat ichidan Amerika boshliq g'arb demokratik davlatlari 17 ovozga, Xitoy va uning tarafdorlari 19 ovozga erishgan. 11 davlat ovoz berishdan voz kechgan. Natijada 2 ovoz farq bilan, ya'ni 17 ga qarshi 19 ovoz bilan Xitoy taraf qutib chiqqan bo'lgan. Uyg'urlar bilan tarixiy, madaniyat, kultur va qon qarindoshlik beg'i bo'lgan O'zbekiston, Qozog'iston, Turkiya davlatlari va dindosh davlatlarning BDTda Xitoyni qo'llab ovoz berishi, Xitoyning maydonida turishi butun dunyodagi Uyg'urlarning, jumladan qozoq xalqining noroziligini qo'zg'agan. Bu qitimliq ovoz berish natijasi qarata Sharq Turkiston informatsion markazining raisi Abdul Qarqash apandi, Uyg'ur milliy harakati rahbari Rabiya Qodir xonim, Dunyo Uyg'ur qurultiyi, Istanbuldagi xalqaro Sharq Turkiston tashkilotlar birligi, doktor va mutaxassislar ayrim bayonot berib, o'zlarining noroziligini bildirgan. Shundaqla BDTdagi Uyg'ur masalasi bo'yicha qaror qabul qilish ko'rishida Amerika boshliq g'arb bilan Xitoyning orasi texim ichilganligini, bundan keyin bu orliqning texim yo'g'naydiganligini ilgari surishdi. Xitoy Kommunistik Partiyasining 20-navbatlik mamlakatlik qurultiyi ichilish oldida Xi Jinpingning partiyaning doimlik odatini buzib tashlab, davomli saylanishga urinishi qarshi turishga chaqiriq qilib, uning hokimiyat yurgizish iqtidori va rahbarligiga jang e'lon qilmoqda ekan. Yuqori darajali huquq va xodimlarning o'rinlashtirilishini belgilaydigan Xitoy Kompartiyasi 19-navbatlik Markaziy komitetining 7-umumiy yig'in harpisida Xitoy partiya ichidagi islohotchilar tomonidan qo'zg'atilgan va keng xalq ommas qatnashgan 3 harakatga qarshi turish, yadro kislotalik tekshirish qarshi turish, qamal qilish qarshi turish va Mao davriga chekinish qarshi turish harakati hamda chet eldagi demokratiyani qo'llaydigan faoliyatchilarning ochiq xatida Xitoy Kommunistik Partiyasi qurultiyining barliq vakillarini bekor qilish va Xi Jinpingni sotlashga chaqirdi. 3 harakatga qarshi turishning qurg'uvchilari va Xitoy Kommunistik Partiyasining 20-navbatlik mamlakatlik qurultiyi vakillariga yozgan ochiq xatida muhim tarixiy paytda Xitoy amaldorlarining vaziyatni to'nib yetishi, Xi Jinpingning Mao davriga qaytish va o'zining podshoh tushini amalga oshirishning oldini olish uchun o'rtaq tirishchanlik ko'rsatishga chaqirdi. ...2022 yillik Dunyo Lo'nqisi futbol musobaqasi kelar oy Qatarda o'tkaziladigan bo'lib, taxminan 1.200.000 futbol mastanisining qatnashishi, tashkillovchi o'rinning xizmatchi xodimining yetishmaslik masalasi, ul asliha, sayohatchi mehmonlarni kutish mulozimati, shundaqla bexatarlik xizmatlari nihoyat cho'ng besimga duch kelmoqda ekan. Qatar davlatimi necha minglagan chet ellik ishchi qabul qilgan ekan. Qatar hukumatining rasmiy sonliq ma'lumotlariga qaraganda, o'tgan 1 yilda Qatarning nufusi 13.2% oshgan ekan. Reuters agentligining xabar qilishicha, sentabr oyida to'plangan va oldingi hafta Qatar statistik idorasi e'lon qilgan sonliq ma'lumotlarga qaraganda, o'tgan 1 yilda taxminan 370 ming odam Qatarga ko'chib kelib, neftimol va tabiiy gaz ishlab chiqaruvchi Qatar davlatining nufusi 2.940 mingga yetgan. Qatar nufusining ko'pinchisi tuvan kirimlik chet ellik ishchilar va boshqa chet elliklar bo'lib, Qatar fuqarolarining amaliy soni taxminan 380 ming ekan. Dunyo Lo'nqisi futbol musobaqasi mezgilida Qatar Turkiya bilan 3 mingdan ortiq to'plan soxtasi ta'minlash to'g'risida kelishim hosil qilgan va Pokistonning musobaqa jarayonida Qatarga askar o'rinlashtirishga qo'shilgan ekan. O'zbekistonning Samarqand shahrida yerli qo'l hunarvanlarining 1400 yil ilgari Ipak yo'lda karvonlar tarafidan tarqalgan ipak qog'oz yasashning an'anaviy usuliga varislik qilib davomlashtirib kelmoqda. Sayohatchilar ipak qog'oz yasash jarayonidagi barliq jafoliq qo'l hunarvanchilik san'atini ko'ra oladi ekan. Ipak qog'oz korxonasining xizmatchi xodimlarining so'ziga qaraganda 200 varaq qog'oz yasashga taxminan 10 kun vaqt ketadi ekan. Faqat yillik bo'lgan ujmi shoxlarini tanlab 2-3 kun chilab qo'ygandan keyin pichoq bilan postini so'yib o'tadi ekan. Ujmi darxining o'zi ipak daraxt bo'lib, uningda yelim va kraxmal bo'lg'achqa qog'oz yasash jarayonida avtomatik texnika va oqartish qatorli ximiyalik moddalar ishlatilmaydi ekan. Ipak qog'oz deb atalgan bu qog'oz nihoyat chidamli bo'lib, yozilgan qo'lyozmalar 2000 yildan ortiq vaqtda yanada mukammal saqlangan ekan. 18-asrga qadar Samarqand O'rta Osiyodagi ipak qog'oz ishlab chiqarish markazi bo'lgan. 200 yildan keyin ipak qog'oz o'zining chidamchanlik bilan yana bir qatim jonlanib, qadimki qo'lyozmalarni asliga keltirishga ishlatilmoqda.
Ammo bugungi Xitoy Kommunistik partiyasining Ipak yo'liga munosabatlik bir balvoq bir yo'l aldamchiligi nurg'un qatnashgan davlatlarning keyni-keynidan qarz to'zg'iga tushib qolishini keltirib chiqargan.